Menga qaralaring, bir bozorlik qilib, magazindan mayda chudoq olib, shashlik-pashlik qilib uyda o'tirsak nima deysizlar? Yana rasxodmi? Voy, rasxod ketmaydi. O'rta o'rtasida 248.500 so'mdan tushadi. O'sha 8-5 desa yo'q menda. Men ketdim. Yo'q deysan. Ey, qara, puling tushdi. Yo'q, bu meniki emas. Ovqatlar vashshi qimmat u, bolalar. Boshqa yoqqa boraylik. O puling ko'p, u qonning ajmotlik qilma o'rta. Kambag'al yoqolmas, akasi xo'r. Men mahallada pegodi yeb sonsa anaqa o'tirurlaring. Ne unaqa qotdi bola? Bilmayman, o'zi restoran adasiniki, bilmayman. Nima jimotli qotdi bu? Nima yana? Nima chaqirdilaring? Короче, men uylanmoqman o'rtoqlar. Sizlarga endi qiynalib yuribsizlar o'zi, men bunaqa pul berlaring demayman. Ataganlaring bo'lsa, $100 berlaring. Ha? Ataganlaring $100. O oyligim 1.200.000, uyalaring, futbolkam, qaralaring 2 yildan beri yuraman, eskirib ketgan. Uyda adam mazasi yo'q. Oyim ishlar o'xshatgani yo'q. Yana remont qilishim kerak. Qaysi biringa qarashim kerak? Ha, uyalasanlarmi yo? Pulim yo'q, davomman sizlarga. Rasxoddan umuman gapirmalaring, tushunlaringmi? Sendek og'aylarim yo'q hamshi. Bobirga haydalaring. Mana pul sizlarga, yo'q pul. O'rtoq kim bular? Axranasi, adasi vashi boy odam-ku. Qara boy bo'lsa ham qiyin-da, kruvda oxirigacha gapira olmaydi.